Poytaxtimizda ko'pgina katta qabrlar bor. Nomini sahifamizda aytmaslikka qaror qilganimiz ana shunday qabristonlardan birida bir necha yillardan beri ishlab kelayotgan Go'rkov akamiz ushbu voqeani o'z ko'zlari bilan ko'rgan inson sifatida so'zlab berar ekanlar, ko'zlari to'la yoshni ko'ramiz. Men, deydi Go'rkov, anchadan buyon shu yerda odamlarning xizmatini qilib kelyapman. Lekin hali bunaqasini ko'rmagandim. O'tgan yilning yoz kunlarida avtohalokatga uchrab halok bo'lgan 40 yoshli bir yigitni ko'mish uchun olib kelishdi. Kechqurun joni uzilgan ekan, bomdodga chiqaradigan bo'lishibdi. Shu bois qabrni subh kirishi arafasida qazishimga to'g'ri keldi. Ammo nimagadir qabristonga hafsalam bo'lmay keldim. Eng qizig'i, qabristonga yetib kelganimda hech qachon qilmagan ishni qilib qo'yganimni anglab yetdim. Ketmonim uyda qolib ketgandi. Nimagadir bir kun oldin har doim qabristonda turadigan ish anjomlarimni uyga olib ketgan ekanman. Xullas, mashinada qaytib ketmonni ham olib keldim. Qulayroq joy topib, birozdan so'ng olib kelinajak mayit uchun qabr kavlashga kirishdim. Ajabo, ketmonni bir-ikki yerga urib ko'rdim, nimagadir o'tmadi. Lapatkadan ham foydalandim. Oldimda nimaiki asbobim bo'lsa, hammasini ishga solib ko'rdim. Baribir foydasiz edi. Ketmoni anjomlarini bir-bir ko'zdan kechirib chiqqach, bu holni yerning qattiqligiga yo'ydim. Sal nariroqqa borib yerni chopa boshladim. Qiziq, ancha nam tortgan yerda ham ketmonim dast turmasdi. Hayratim oshib qabristonning 7 turli joyini kavlashga kirishdim. Biroq biror bir joyini yarim metr bo'lsin qaziy olmasdim. Birozdan so'ng shogirdlarim yetib kelishdi. Ularga bo'lgan voqeani tushuntirib berdim. Shogirdlarim ishonqiramaganliklarini sezdim. Keyin qo'limdagi lapatkani berib marhamat dedim. Yigitlarning qo'lidan ham hech vaqo kelmadi. Turib qoldik. Qabristonning biror bir joyi kavlanmay qolmadi. Bomdod namozidan so'ng janoza o'qilgan mayitni ko'tarib kelishdi. Men zo'r-bazo'r borib imomga bo'lgan voqealarni so'zlab berdim. Imom ko'zida yosh bilan mayit egalari oldiga yo'l oldi. Hammaning ko'z o'ngida bundan 1 soat avval qilgan ishlarimizni takrorlab berdik. Rosti kamiga yer kavlanmasdi. O'sha yerdagilarning hammasi bitta haqiqatni tushunib yetgan edilar. O'likni yer qabul qilgisi yo'q. Noiloj imom bilan maslahatlashib, mayitni bir amallab kavlangan yarim metrli chuqurga qo'ydik. Ustiga turpoq tortgan bo'ldik. Hamma mag'zun holda uyga qaytdi. Eng dahshatli voqea ertasi kuni ro'y berdi. Men boshqa bir o'lik uchun qabr kavlayotganimda sal narida itlarning ovozini eshitib qoldim. Yugurib borsam bir kun muqaddam yerning yuziga ko'mib qo'yilgan o'lik tashqariga chiqib qolgan, uni qabristonda izg'ib yuradigan daydi itlar titiptini chiqarib tashlagan edilar. Itlarni haydadim. Ichak-chavog'i osilib qolgan o'likni ming dahshat ichida joyiga tiqishga urindim. Lekin foydasi yo'q edi. Itlarning oldiga juda kech kelganim bois o'likning sog' joyi qolmagandi. Bor yo'g'i yarim metr kavlangan chuqurni, aniqrog'i qabrni kengaytirdimda, sochilib ketgan o'lik badanini tiqib tashladim. Bir necha kundan so'ng kelganimda o'sha yer ham ochiq qolganini va o'lik itlarga yem bo'lganini ko'rdim. Hech kimga bu voqealarning xabarini bermadim, ammo o'lik titilib ketgach, ketmonni qo'limga olib ming qo'rquv ila yarim metrlik qabrga yaqinlashdim. Subhanalloh, 3-4 kun muqaddam toshdan ham qattiq bo'lib yotgan yer paxtadek yumshoq bo'lib ketgandi. Mayitni Allohning amri bilan qabul qilmagan zamin boshqa o'liklar uchun yumshoq holga kelib ulgurgandi. Ko'zimda yosh, qalbimda alam bilan chuqurni kavlayverdim. Egasiz qabr bo'la qolsin deb uni qabr holiga keltirib qo'ydim. Har kuni qabristonga kelsam, ana shu qabrni ziyorat qilishga odatlanganman. Uning ichida egasi yo'qligini bilaman. Har yoqqa sochilib, titilib ketganini mendan boshqa odam bilmaydi. Surishtiray desam, baribir bilamanki, mayit hayotlik davrida Parvardigoriga osiylik qilgan, yo sudxo'r bo'lgan, yo qimorboz, yo tinmasdan, mukkasdan ketguncha aroq ichgan yoki fahsh ishlar bilan shug'ullangan. Menga buning nima qizig'i bor? Menga faqatgina ibrat kerak. Yer ham Allohning mahluqi. Agar odamlarni yaratgan zot unga bandamni qabul qilma deb buyursa, toshdan qattiq bo'lib olar ekan. Uni dunyoning istalgan joyini kezib chiqing, ko'mishga joy topa olmas ekansiz. Hayvonlarga yem bo'lgachgina yer yumshar ekan, subhanalloh. Alloh taolodan o'limimizni chiroyli qilishi bilan birgalikda qabrdagi holatimizni ham o'nglashini so'rab qolamiz. Zero u saxiy va mehribon zotdir.